Şu yama ıplaksıza qo'shni mashinamda 15 millionga ham sotilmayotganini bilasiz. Dallol bo'lib turib, yordam qilay demasdan qisib yuribsiz-ey. Ya qo'shni, xabaringiz yo'q shekilli. Biz ko'tarilib ketganmiz. Instagramda 10 ta obunachima bilasizmi? Hazillashmang. Sotib bermasangiz qutulmaysiz mendan, tushundingizmi? Duoibat qilaman, 102 bo'lmay ko'karmay o'lib ketasiz. Maqtagan mashinangiz shumi? Ja, siz aytganchalik emas shekilli xarob. Hoji aka, siz bu mashina bilan hazillashmang. Sizning o'zi omadingiz bor ekan, bu koreyskiz bor ekan. Bundan 2 dona chiqarilgan. Bittasi Germaniyada muzeyda turibdi. Nemis sadosini och. Yana bittasi mana Toshkent akamizning chang bosib turibdi. Aka, mana kraskalar ko'ryapsiz, maslar. Bu qirilyapti-ku. Aka, sizga sirda aytadigan bo'lsa, bu ko'z tegmasin deb qo'yilgan dushmanlar ham ko'p-da. Aka, baqa keling. Bu Damas 1 deb o'ylayapsiz-a siz hozir. Bu aslida Damas 1 ham emas, 2 ham emas, bu Damas Deluxe degani. Bu 1dan ham 2dan ham zo'r degan. Damasda Deluxe ham bo'ladimi? Voy, iplaslar, meni devoda aldashgan ekan. Nima ham bo'ladi? Aka, mashina shunaqangi zo'r tortadi, 2 ta qanot qo'ysangiz uchib ham ketadi. Aka, 30 million beradi. Mahallaning qizlari mahallani o'tmaydiganda, mashinasi ham o'tmaydi mahalladan. O'zim olaman, 40 million beraman. Toshmat aka, kimga sotay tezroq aytib, qo'lim sulib ketadi hozir. Sotaveradi mashinam. Yo'q, sotmayman. Tashfalar 2 klientga ham aytib qo'ying, damini olibdi. Sotmayman mashinamda. Bunaqa so'ramashdan borligini bilmadim. Toshmat aka, qoramini chiqardingiz shuncha mehnatimda ya.